Televizor, ovoz yozish asboblari, radio birodarlar shubhasiz inson bolasi yetishgan, inson bolasi kashf qilgan ulug' narsalardan. Insoniyatning ulug' kashfiyotlaridan. Bu kashfiyotlar xuddi ikkala tomoni kesadigan qilichga o'xshaydi. Yaxshilikka ishlatsa ham zo'r asbob, yomonlikka ishlatsa ham zo'r asbob. Mana endi shariatimizda televizorning hukmi haqida bir nima deyilgan, shuni bilib olishligimiz kerak. Halolmi yoki harommi? Birodarlar, hozir aytib o'tdik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini. Inson bolasi 4 ta narsa haqida albatta savolga tutiladi. Shundan birinchisi umrini nimaga sarfladi? Siz bilan biz ko'p vaqtimizni olayotgan mana shu televizor yaxshilikka sarf qildiryaptimi umrimizni yoki yomonlikkami? Agar bu televizor odamlarga Robbini tanitish, aqidasini ta'lim berish, payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbatni targ'ib qilish, ibodat yo'llarini, ibodat rukunlarini o'rgatishlik bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi narsa. Agar bu televizor go'zal xulqlarni targ'ib qilish, bobolarini qoldirgan ulug' merosini xabarini yetkazish yoshlarga, bu ummatni o'tmishi bilan bugungi kuni bog'lash uchun ishlatiladigan bo'lsa, juda zo'r asbob bo'ladi. Agar shu narsalar ishlatiladigan bo'lsa. Yoki ilm fanga targ'ib qilinsa, odamlarga foydali bo'lgan narsalarni ta'lim beradigan bo'lsa, dunyoviy ishlarida ular bilmagan narsani, foydali ishlarni o'rgatadigan bo'lsa, albatta mumkin. Bu narsani hech kim inkor qilmaydi. Agar kimdir mana shu narsa mumkin emas, mutlaq harom deydigan bo'lsa, bu odam qattiq adashadi. Farzandlarimizni yaxshi tarbiya qilishga xizmat qiladigan bo'lsa, haromiyatlar bo'lmaydigan bo'lsa, televizor foydali asbob, xuddi qilichga o'xshaydi. Ammo agar bu televizor aqidani buzilishiga, buzuqchiliklarga, axloqni ko'tarilishiga, farzandlarning ota-onalarga oq bo'lishiga sabab bo'lsa, 1000 yillardan beri ifloslik deyilgan bachavozlik, fahsh munkar ishlarni madaniyat taraqqiyotda berayotgan bo'lsa, erkakka erkakning uylanishini zamonaviylik deyilayotgan bo'lsa, ayollarni avratlarini ochib mana shunga o'xshab yurishlik moda deyilayotgan bo'lsa, agar harom ishlarga targ'ib qilayotgan bo'lsa, bunandaqa televizorda biz halol deya olmaymiz. Demak, bu televizorda halol yoki harom bo'lishligi uni ishlatayotgan odamning o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan har bitta odam agar bunaqa narsalarni ko'rsatadigan bo'lsa, bunaqa programmalarni, bunaqa narsalarni hech qachon halol deya olmaydi. Odamlar ikkita zo'r narsani o'ylab topishgan. Bittasi kitob, bittasi televizor. Ajib. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti hozir. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti. Agar kitobni o'zingiz tanlab, istab, o'zingizni dunyo qarashingizga, didingizga to'g'ri keladiganini topib o'qisangiz, televizorda sizga ko'rsatgan narsani ko'rasiz. Televizorda sizga nimani bersa shuni ko'rasiz. Tanlay olmaysiz. Demak, insonlar o'ylab topgan zo'r narsalarning bittasi kitob, bittasi televizor, lekin ta'assub bizning zamonimizda televizor kitobni yo'q qilyapti. Birodarlar, kitob o'stiradi odam. Televizor birodarlar pasaytiradi. Kitob aqlni o'stiradi, televizor aqlni o'ldiradi. Buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Shu televizorga taalluqli bo'lgan izlanishlarning natijasidan bittasi, tili chiqmagan yosh bola bo'lsa, 1 yoshga yetib yetmagan, televizorda tayda o'tiradigan yosh bola bir kunda 4 ta so'z o'rgansa, ko'chada yuradigan, shu televizorda tayda yotmaydigan, ko'cha changitib, loy bosib, tosh otib yurgan bola 8 ta so'z o'rganar ekan. Yosh bolaning aqlini, rivojlanishligini televizor pasaytirib qo'yar ekan. Endi biz nima qilamiz? Bitta umtini qo'yib, qo'pib Apga hammasini qamab qo'y, jim o'tirishadi. Shunga o'xshagan aqlini pasaytiradigan, rivojlanishdan to'xtaydigan, ularning miyasini qotirib qo'yadigan narsalarda ko'rsatmanglar-da, farzandlaringlar katta bo'lganda minnatdor bo'ladi.
mana shu zamonaviy hikmatlardan boy odamlarning uyida katta kutubxona bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizor bo'ladi. Qaytarib aytamiz, hozirgi zamon hikmatlaridan, mana shu internet hikmatlaridan boy odamlarning uyida katta kutubxonasi bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizori bo'ladi. Uyida 100 ta kitobi bor odam qo'l ko'tarib qo'ysin-da. Televizorda so'ramayman nechtaligini, qanaqaligini. 100 ta uyimda kitobim bor, mayli o'qimagan bo'lsa ham, dadasidan qolgan bo'lsa ham. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, rahmat, 50 ta. Xo'p, yaxshi. Endi o'sha 100 ta kitobni o'zini cho'ntagidan pulga olganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. 100 ta, barakalloh. Bu bitta bo'ladi, ikkita ekan bo'pti. Endi televizorda o'zini pulga olganlar qo'l ko'taringlar demayman. Qaranglar-da, kitob insonda aqlini o'stirar ekan, bolalarimizning aqli yetuk bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Bu kitobga pul sarflamaymiz. Ammo bolalarimizning miyasini ko'proq qotirishga ishlayotgan televizorga zo'rga pul sarflaymiz. Mana qasi chiqibdi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Birodarlar, bolalaringlarni televizorda oldiga o'tkazib qo'yapsizlar. Nazorat qilmayapsizlar. Xohlagan narsasini ko'ryaptimi? Bolalardan zo'r bir aqlli, idrokiy, ilmli odam chiqishini kutmanglar. Chunki ular o'zlari tanlab ko'rayotgan narsa ularning aqlini o'stirmaydi. Ularning aqlini qotiradi. Buni teskarisi. Noto'g'ri aytgan bo'lsam aytinglar. Agar e'tibor berilsa, televizorlarda qo'yilayotgan dasturlarni juda ko'pida, agar hammasida bo'lmasa, hayosizlik, fahsh, zino, o'g'rilik, zulm, zo'ravonlik targ'ib qilinayotganligini ko'ramiz. Bu qo'yilayotgan programmalarda, ko'rilayotgan kinofilmlarda xiyonat oddiy narsa deb qaraladi. Er-xotinda ajrashib ketishligi mushkul emas. Chunki bugun mo bilan ajrashsa, ertasi kun narigi bilan o'ynashib ketaveradi. Agar birodarlar televizorda shu narsalar ko'rilayotgan bo'lsa, biz bunaqa televizorda halol deya olmaymiz. Demak, televizorda hammasi halol emas, hammasi harom emas. Farzandlarimiz shuni farqiga boradimi o'zlari? O'zlari qaysini ko'rish kerak, qaysini ko'rmaslik kerak, ajrata oladimi? Yo'q. Kim ajratib bera oladi uni? Siz bilan biz. Lekin qilyapmizmi shuni biz? Bu shunaqa darslarki, eshitib qo'yib chiqib ketadigan narsa emas, birodarlar. Mana hozir men har bitta televizorga taalluqli narsani aytganimda, men o'zim qanaqaman? Men shuni nazorat qilyapmanmi? Bolalarim qanaqa deb turib o'zingizlarga olinglar. Birodarlar, farzandlarning tarbiyasiga avval ham aytganman, vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz bo'lsa, toqatimiz yo'q. Vaqtimiz ham, toqatimiz ham bo'lsa, farzandlarga beradigan ma'lumotimiz yo'q. Agar ma'lumotimiz ham bo'lsa, tugab qoladi 2 kunda. Ammo bolalarimizni buzilishiga xizmat qilayotgan programmalarni qo'yib o'tkazib qo'yapmiz. Sutkalab o'tiribdi kerak bo'lsa. Hamma asrlarda yashab o'tgan ulamolarimiz islom shariati 5 ta narsani muhofaza qilishni o'z ichiga oladi deyshgan. 5 ta narsa bor, mana shu narsani shariati islomiy muhofaza qiladi. Dinni saqlash, aqlni saqlash, nasl nasabni saqlash, nafsni saqlash hamda molni saqlash. Shariat mana shu 5 ta narsani muhofaza qilishlikka siz bilan bizni chaqiradi. Shariatga amal qilsak, mana shu 5 ta narsani biz saqlaymiz. Qur'onda kelgan oyatlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari mana shu narsaga birodarlar hammamizni buyuradi, targ'ib qiladi. Endi mana shu 5 ta narsani oldida televizorni tutgan o'rni qanday? Dindan odamlarni turli yo'llar bilan, hiylalar bilan to'silayotgan bo'lsa, har xil oqimlarga, har xil firqalarga da'vat qilinayotgan bo'lsa, dindorlarni, islomni, musulmonlarni qoralashlikka xizmat qilayotgan bo'lsa, birodarlar, musulmonlar qilgan, qilmagan ishni musulmonlarga to'ngashlik mana shu televizorda bo'ladi.